Yaxşımısızlar turdaşlar. Bugün so'zlaydigan dersimiz mushu kolanınki modelini laylaymiz. Buningki sal ta'siri mushu ig'iz tarafi, qolgan yerlari bek oson. Biz avval turdan ma'uningdek qutining rasmlarini tushirib olamiz ondan. Men yangidan bir bet açay. Tittiriblikka qaytib, bu yerga tushirib olgan rasmni kirimiz. Ma'uni ust ko'rinishga, mausni udil ko'rinishga bo'ldi. Rasmga kirib bo'lgandan keyin men yangidan qurishdan UMP'dan birini qo'ydim. Buning cho'nligini muvofiq tangshab bo'ldi. Mana UMP fundansini 1, Şöncan fundansini O2 bo'ldi. Endi men buni tayyorligil bo'lgan obyektga aylantirib mana yuzini tanlagandan keyin mausning o'ng knopkasini chekib Nibojiya. Endi mausning sol knopkasini qo'yib yutib turib, yana bir qatim jiya. Yana bir qatim. Bo'ldi. Endi mana ko'rinishga qaytib endi mana yerini tanlab, mausning o'ng knopkasini chekib jiya. Bo'ldi. Endi mana yuzini tanlab jiya qilamiz yana ustiga. Bo'ldi. Endi mana yuzini tanlab buni ustiga mana ko'rinishdan qilaylik buni. Endi mana buni ichidagini tanlab buni sal ostiga bo'ldi. Endi mausning o'ng knopkasini chekib yana Nibojiya. Bo'ldi. Mana bo'ldi. Endi ust ko'rinishga qaytib mana shifin chumyanni etib turamiz. Endi nuqta altib turib mana tanlash quroli orqali mana nuqtani sal ustiga, endi mana doirani chiqaramiz. Mana ikkisini tanlab ozroq kichiltirdik. Bo'ldi. Endi mana ikkisini tanlab buni o'xshashlam kichiltiramiz. Buni shu. Mana ikkisini tanlab bo'ldi. Endi mana ikkisini tanlab buni ozroq kichiltiraylik. Mana buni sal keyniga. Bo'ldi. Endi mana yuzini tanlagandan keyin mausning o'ng knopkasini chekib Nibojiya. Mausning o'ng knopkasini chekib jiya qilamiz endi ichiga. Bo'ldi. Endi ko'rib boqaylik. Bo'ldi. Endi yana mausning o'ng knopkasini chekib mana kesish quroli orqali bu yerni kesib o'taylik.
Bo'ldi. Endi yana ma yüzünü tanlagandan keyin mouse'ning o'ng knopkasini chekib, Show to kesish quroli, mana bu nuqtani mouse'ning sol knopkasini bosib turib, mana nuqta o'g'laymiz. Endi bo'shliqni bosib o'tamiz. Yana bo'shliqni bossak, mana bu kesish quroliga aylandi. Yana mouse'ning sol knopkasini bosib turib, mana o'g'laymiz. Yana bo'shliq. O'xshash mashg'ulot. Bo'ldi. Endi mana yüzünü tanlab, mouse'ning o'ng knopkasini chekib, Nibojiya. Bo'ldi. Biz mana oraliqni sal tengshaylik. Mana ikki nuqtani teng tanlab, sal ustiga. Mana bu nuqtani tanlagandan keyin sal ichiga. Bo'ldi. Endi ko'rib boqaylik. Endi bu yuzni yana tanlagandan keyin mana bu tanlagan holatda mouse'ning o'ng knopkasini chekib, jiya qilamiz, sal ichiga. Yana bir qatim. Ko'rib boqaylik. Bo'ldi. Endi mana bu yerini chiqaramiz. Mana bu bak ichiga kirib ketibdi. Buni sal ustiga. Mana yerini tanlab, endi sal ustiga. Ko'rib boqaylik. Bo'ldi endi. Endi mana bu yerini chiqaraylik. Mana endi yangidan qurishdan yonpandan birini qurib, buning xosligini yonpan funksiyasi 1, shunjan funksiyasi 12 bo'ldi. Endi buni tayyorligil bo'lgan obyektga aylantirib, mana yüzünü tanlagandan keyin mouse'ning o'ng knopkasini chekib, Nibojiya. Yana bir qatim. Bo'ldi. Endi mana nuqta altida turib, mana 4 nuqtani tanlab, mana 5 nuqtani bo'ldi. Endi yana mana ichidagi 5 nuqtani tanlab, buni mana ustiga. Endi mana ikkisini tanlab, buni ustiga. Ozroq kengaytiraylik buni. Bo'ldi. Endi mana ikkisini. Buni sal kichiklaylik. Bo'ldi. Endi mana yana bir kesaylik, mana o'ttirni. Mana bu yerdan bir kesib, nuqta altida turib, mana bu nuqtalarni tengshaymiz. Endi mana ikki nuqtani tanlab, ustiga. Mana sal ostiga.
Әмді кес құрал арқылық мау ярдым бір кесейлі. Болды. Әмді болды. Әмді ма арлықтық yüzін таллап. Бұны үйвет тоқ. Әмді мау ерін таллап. Маусының көлімкісін жекеп не бөдия. Болды. Әмді көріп қайлы. Бұны үстіге. Біз әмді мау еріне таллап. Delete mes өчірвет тоқ. Болды. Әмді Ctrl A-ны бесіп, маусының көлімкісін чекеп, жия, чоң жам шыңдыңы бәл көріп, азырақ сәміртіміз бұны. Әмді шылықлап көріп қайлы. Мұны. Біз бұны әмді бұның үстігі тоқтымыз. Бұл бәк чоңылап кетіпті, азырақ кішілтейлі. Болды. Әмді мау ерін шығарайлы. Гоңйың жосығы өткеп. Майын айырым таллаймыз. Анден яны жия қылып, үстіге. Болды әмді. Бұның орындан şeyli. Бұным kesip deyler ası. Kesiş kuralı bilen. Şimdi bunu sel peske. Болды. Şimdi болды. Hem de ahırını çıkaraylı. Odal görünüşü kayıtıp. Mağı tallaştım. Bununki mağırını tallap. Sel çoğaytaylı. Болды. Hem de kontrol konumkisini besip durup. Maqar altıda kontrol kılımkısını besip durup astığa. Anden yana kontrol kılımkısını besip durup astığa. Bunu sel çoğayttık. Болды. Şimdi mayadım bir kesip. Manın otturdun yan bir kesip. Şimdi ma sofan goncun tallap bunu kichigiltimiz. Bunu sel üstüge. Şimdi ma qırıntallığandan keyin
Bunu sal astıqraq. Mavunu azraq kichiklayli. Bo'ldi. Endi kesish quroli orqali bu yerni kesaylik. Bo'ldi. Endi ko'rib boqaylik. Üstüdeki kırını mesela kichiklatib o'taylik. Bo'ldi. Ondan sal ustiga chiqarib qo'yaylik buni. Endi bo'ldi. Endi oxirini chiqaraylik. Mavi qırını tanlagandan keyin masalan mavi holatda mavi yerini qo'shib cheksaklam hamma yerini tanlaydi. Endi kontrol knopkasini bosib turib, mousening sol knopkasi bilan ostiga. Endi qo'yib berib, yana bir qatim bosib turib, kontrol knopkasini mousening sol knopkasi bilan ostiga. Buni azroq kichiklataylik. Endi yana azroq ostiga. Bo'ldi. Endi sofan gonjini bosib, kontrol knopkasini bosib turib kichiklatamiz. Yana bir kichiklataylik. Endi sal ustiga ko'rib boqaylik. Bu yerni kesib o'taylik. Bo'ldi. Endi bu yerni etib o'tamiz. Bo'ldi. Endi mavi yerni kesish quroli orqali mavi yerdan bir kesib, sofan gonji bilan bu yerni tanlagandan keyin sofan gonjida azroq kichiklatib o'tamiz ichiga. Bo'ldi. Bu yuzini tanlagandan keyin biz yana kichiklataylik. Sofan gonjini bosib, kontrolni bosib turib kichiklatamiz. Buni azroq ichiga. Bo'ldi endi. Endi ko'rib boqaylik. Mana ustini kesib o'tamiz. Ko'rib boqaylik. Bo'ldi. Buni saqlay. Darsligimiz mana shu yerda yakunlashdi. Yoqtirib ko'rishingizni umid qilaman. Xayr xo'sh.